Assalamu alaykum hörmətli Uyghur TV görürmenleri. Bugün 2019 yıl 5 fevral G'ulji vaqasının 22 yıl xatirlash murasimida naq maydonda xabar elib beryapmiz. Diqqatinglar xabarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom, alhamdulillah yaxshi. Oldi bilan ekrandagi ko'rmanlarimizga o'zingiz bir tunib o'tgan bo'lsangiz. Men Nozgum jamiyatidagi Ilnur xonim bo'lman. Ya'ni Nozgum Kültür Aile Medeniyet jamiyatidagi bizning bugun bu fəaliyyətimiz yılda davam qılayotgan fəaliyyətlərdən biri. Bu fəaliyyətimizə biz Nozgumniki məsləhətlərini ko'rgazma qilish, onun başqa jazolarga aloqador rasmlarni ko'rgazma qildik. Bugün bu münasebət bilan ham bu fəaliyyətimizni davam qilishga maqsadimizni o'zimiz qallamiz aniq bo'lgan asosda ham nurg'un qiyindoshlarimizniki bir kelishga maqsad tushungan asosda qatnashquchilardan biriman. Rahmat. Bugün G'ulji qatliamining 22 yilligining fəaliyyəti bo'ldi. Bu yerda bu yig'inda bo'lgan suhbatlardan ta'sirotingizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu fəaliyyətlər yılda 2 ayının 5-i o'tkazilyapti. Gerçi bu fəaliyyət G'uljida 97 yılı bo'lgan vaqa bo'lgan bilan, lekin bugungi bu fəaliyyətimiz boshqa yillarga qaragancha farqli bo'ldi deb qarayman. Çünkü bugünkü fəaliyyətdə yaqında şehit qılınğan ustozlarimizdan 5 ustozimizni alayida təbrikləgən bu keçilikdə ularning iş izlərini namoyon qilgan bolduq. Hamda bunundan biz nimani his qilamiz degan chaqda zalim Xitoyning zulmi kundan kunga shunchalik eshiyotyapti. Biz tasvirligisiz, balkim biz bilmagan, biz bilmagan, ismlari tilga ilinmagan, balkim biz ularni burun bilib baxmagan, hozirmi kuniga har kundagidek shundaq bizning ustozlarimiz, qarindoshlarimiz qatnashib qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin biz bularniki bugungi fəaliyyətimizdə bu 5 ustozimizniki tarixini, işlərini, bizi qaldırgan ülgülərini texim yaxşı tunub yatdıq. Bizning bularniki fəaliyyətimizdə faqat G'ulji vaqasini xatirlash bo'lmasdan har bir burun şehit qilinganlar va kelgusida şehit qilinganlarning bir xatirlaydigan kun ekanligini his qildim. Assalomu alaykum aka, qanday ahvolingiz? Alaykum assalom, qanday ahvolingiz? Aka, oldi bilan o'zingiz bir tunib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ko'rmanlar, hammalarning mush vaqtinlar xayrli bo'lsin. Men G'ulji So'ydandan ismim Dilshod bo'ldi. Biz hammalarga ma'lum bo'lish bo'lganga o'xshash. Vatanimiz Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmlar hammamizning beshig kelyotdi. Ko'rinmalarning hammasi bilib yetyapti. Ammo bugungi mana ta'sirotimiz mana 1997 yillari 5 fevral bo'lgan mana G'ulji qatlamining mana shehidlar kechirga olibdi. Yomon ish qilib ko'nglim bir tarafdan so'yingan bo'lsa ekan, qarindoshlarimizni yig'ilib birlikda duoga bir tarafdan ko'nglimiz yerim bo'ldi. Şehitlerimiz desteğine. Shu shehidlarimiz sababidan hamda Alloh hammamizning tinni salomat ishlarini bundagiga natan davoyimizni utuqliq, barakatli berishini umid qilaman.